get ready with me to Seoul. I should take first my shirts. Okay, this is my outfit today. This one and this one. Plus mana meni outfitim. Bugungi kunga. Bu videosini endi qo'yaman. Katta video qo'yganman. YouTubega joylab qo'yaman. Buni qanaqa qilish haqida. Ya'ni o'zimning logotipimni yozib, Ali Uzbek mana ko'rishlar mumkin. Let's go to outside today. Bugun yakshanba va nihoyat Seulga ketdik. Bugun qayerga borsam ekan, xo'sh. TikTokda ko'rib qoldim, Uniqlo ochilibdi. Shunga Uniqloga ketyapman hozir. Yongdonda yangi filial ochilibdi. Shu yerda yangi narsalar ko'rdim. Bir ko'ramiz. Ketdik.